Hozir bitta ma'lumot aytaman, juda muhim masala o'rtoqlar. Buni tanishlarga tarqatib qo'yinglar. Qancha ko'p odamlarga jo'natsangiz, shuncha ko'p odamga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Ishonavering, bitta like bosib qo'ysangiz, ko'proq odam ko'rishiga ham sababchi bo'lasiz. Hozirgi kunda shirinliklarni ichiga pul solib sotishyapti. Reklamalarni ko'ryapsizlar, olayotgan odamlarning ichida 200 ming, 50 dollar, 100 dollardan pul chiqyapti va bunga qiziqib odamlar ham sotib olyapti o'sha shirinlikni. Lekin ulardan chiqmayapti. Endi mana shu joyda ikkita odamga xatar bor. Ikkita odamga. Bu birinchisi sotayotgan tadbirkor. Ishiga mana shunday yolg'on aralashtiryapti. Endi faqat sotayotgan emasda, olayotgan odamga ham xavf bor bu yerda. Iymoniga ziyon yetib qoladi. Qanday? Pulimizni tavakkalga tikish mumkin emas, ya'ni qimorga o'xshagan narsalarga tikish mumkin emas. Endi o'sha shirinlikni olib borib bolalarimga yegizaman, ular xursand bo'ladi deb yeyish maqsadida olayotgan bo'lsangiz, sizga mumkin. Ichidan pul chiqib qolsa ham halol. Endi bordi-yu, pul chiqar ekan, mana shuni olsam, ichidan qanchadir pul yutib olaman degan maqsadda olayotgan bo'lsangiz, bilingki siz qimor o'ynayapsiz. Chunki o'sha 5000 so'm pulingizni tikib, sizga shirinlik qiziq emas, ichidagi pul qiziq. Pulini yutib olish maqsadida siz tavakkal o'sha shirinlikni olib iste'mol qilyapsiz. Niyatingizga qarab qo'ying, yo'q joydan gunohkor bo'lib qolishingiz mumkin, baraka topkurlar. Shunchaki bir eslatma berdim. Siz ham yaqinlaringizga ravo ko'ring, bitta like bosing va do'stlaringizga tarqatib qo'ysangiz, balki mana shu ishni qilayotganlar bo'lsa, qilmas. Va mana shu ishni o'ylab topgan tadbirkorga ham Xudo xolasa Allohdan insof so'raymiz.